Bu videoni iloji boricha ko'proq odamga tarqatib yuboringlar, chunki ko'proq odam ko'radigan bo'lsa manfaatli bo'ladi. Iftorlik dasturxonini shohona tarzda bezatib, o'zicha bir go'yo zo'r ish qilayotgandek hammaga tarqatayotgan azizlar, iltimos qilamiz, bu ishingizni to'xtating. Chunki sizning kuzatuvchilaringiz orasida dasturxonini siz kabi shohona tarzda bezatishga qurbi yetmaydiganlar, puli yo'qlar, kam ta'minlanganlar bo'ladi. Ular sizning mana shu profilingizdagi postingizni ko'rib, qalblari o'ksishi, g'amgin bo'lishlari mumkin. Siz go'yo bir zo'r ishni amalga oshiraman deb o'ylaysiz-ku, lekin qilayotgan ishingiz zarar uchun xizmat qilmasin. Masjidi Nabaviyda va Masjidil Haromda kuniga minglagan insonlarga iftorlik dasturxonini tuzaydigan boy badavlat kishilar bor. Lekin bu qilayotgan ishlarni ular profillarga post qo'yish orqali ko'z-ko'z qilishmaydi. 1 daqiqada, 2 daqiqada bu dasturxonlar tuzaladi va bir necha daqiqalar ichida yig'ib olinadi. Ibratli holat bo'lmasa, bunday dasturxonlaringizni xalqqa namoyish etmang. Agar profilimdagi mana shu postim yoqqan bo'lsa, hammaga tarqatib yuboring.